Rossiyada patent olish uchun rus tili imtihoniga kirgan vaqtingizda bizdan so'ralishi mumkin bo'lgan og'zaki savollarni bir chetdan ko'rib chiqamiz. Shu bilan birga o'zlarimizni rus tilini bilish darajamizni ham tekshirib olamiz do'stlar. Hozir men sizlarga og'zaki savollarni birinchi savolni o'zini o'qiyman. Keyin ekranda do'stlar 3 soniya vaqt ketadi. Videoni pauzaga qo'yib, o'sha og'zaki savolga men javobini aytmasimdan oldin o'zingizni tekshirib ko'ring, ya'ni o'zingiz javob berishga harakat qiling. Qanunda boshladik do'stlar. Birinchi savoldan boshlaymiz. Osonrog'idir. Og'zaki savol-javobda bizdan so'ralishi mumkin bo'lgan savollar bularning hammasi. Как вас зовут? Vaqt ketdi. Do'stlar, как вас зовут? Ismingiz kim? Меня зовут Ali. Меня зовут Mardon. Меня зовут mani ismim deb hamma o'zini ismini aytadi. Ikkinchi do'stlar, откуда вы приехали? Vaqt ketdi. Qayerdan kelgansiz? Откуда вы приехали? Я приехал из Узбекистана. Я приехал из Таджикистана. Kim qaysi mamlakatdan kelgan bo'lsa, o'shani aytadi do'stlar. Uchinchi do'stlar, сколько вам лет? Vaqt ketdi. Сколько вам лет? Yoshingiz nechida? Мне 34. Мне degan so'zdan keyin do'stlar hamma o'zini yoshini aytadi. Мне 32, мне 33, мне 34 va hokazo. To'rtinchi do'stlar, вы женат? Vaqt ketdi. Siz uylanganmisiz? Da, ya женат. Ha, men uylanganman. Yoki-da ayol kishiga nisbatan savol berishsa, вы замужем. Siz turmushga chiqqanmisiz? Ayol kishi unga da, ya замужем, turmush qurganman yoki-da net, ya не замужем. Shunday javob berishi mumkin. Beshinchi do'stlar, где вы живете? Vaqt ketdi. Где вы живете? Siz qayerda yashaysiz? Я живу в Москве. Men Moskvada yashayman. Kim qaysi Rossiyani qaysi shahri, qaysi oblastida yashab yurgan bo'lsa, ishlab yurgan bo'lsa, o'shani aytadi do'stlar. Do'stlar, 6-chi savolimiz, где вы работаете? Vaqt ketdi. Где вы работаете? Siz qayerda ishlaysiz? Я работаю в магазине. Men ishlayman magazinda. Kimdir zavodda ishlashi mumkin. Я работаю в заводе. Я работаю в такси. Kim qaysi joyda ishlasa, я работаю degan so'zdan keyin o'sha o'zini kasbini, ishlash joyini aytadi. Do'stlar, hozir videoda 6 ta savolni ko'rib chiqdik. Boshlanishini do'stlar osonroq savollardan boshladim. Bizani kuzatishda davom eting. Rus tilini ham o'rganib boramiz do'stlar. Keyingi videolarimizda savollarni sal murakkab, qiyinroq bo'lgan savollardan chiqaraman. Hammaga rahmat.